Alo. Alo. Soli. Kelyapsanmi? O'pka. Guldek hunaring bor qo'lingda. Oshpazlik qilayotgan joyingni qara, yurib bo'lmayapti-ku. Aytganingda men shaharning markazidan restoran qilib berardim, o'sha yerda damlab yuraverarding oshingni, do'stim. Polis ko'p joyga yetadi, lekin bu yerga kela olmaysiz. Bo'pti, kesatma endi, gap eshitsang-chi. Sen aytayotgan o'sha dodani o'zi qayerda? Ishxonasiga borib o'tirmasdan qayerda bo'lsa o'sha yerga borib ko'rishsa bo'lmaydimi? Hech qayoqqa bormaymiz. Sen choyxonaga kelgin. Qayerga? Hoji Do'da choyxonada. Choyxonada? Seni deb qancha harakat qildim, bo'la qol. Do'da kutib qoldi. Soli, sen tushunmayapsan. Meni problemam juda og'ir. Seni choyxonadagi chollaring meni ishimni hal qilib bera olmaydi. Yomon mijg'ovsan-da. Bo'ldi, gapni ko'paytirma, choyxonaga kel. Kelsang-ki. Bo'pti. Hozir boraman. Bo'l tez. Kim ekan bu? Kim ekan? Hidlaringdan uzoqdan bir pari kelar, u kim ekan? Yashang. Kela qol, kel. Olovga qarab turing. Boyvachcha do'stim, keldingmi? Omonmisan? Rahmat. Laring yaxshimi? Charchamasdan. O'zing yaxshimisan? Menga qara o'g'ayni. Bu choyxona endi ishim hal bo'lishiga ishonmayapman-da. Sendagi boylardan o'rgildim. Senlarga shunday kelsangu ishing hal bo'lsa, yuraqa, Duda kutib qoldilar. Qani oldimga tush. Bo'l. Assalomu alaykum. Akalar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Choyimiz bor. Biz bu yoqqa. Rahmat. Osh tayyor bo'ldi, mehmon. Keling. Qani bu yoqqa yur. Yura qol. Kel. Qani, yur. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum, mehmon, xush kelibsiz. Rahmat. Do'da, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Hoji Do'da? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizga aytgan sinfdoshim mana shu bo'ladi. Shuni boshiga kulfat tushgan. Shuni bir ikki og'iz dardini eshitsangiz, Do'da. Agar iloji bo'lsa, shu do'stimga yordam bersangiz, Do'da. O'tir. Men oshga qaray bo'lmasa. Xo'p. Haligi, Soli, shoshma. Buni moshincha o'ynashini. Yur tez, shundoq ham kech qoldik. Yur, senga gapiryapman. Bo'lmaysanmi tez, bo'l. Bo'l. Bari. Dilshod, bu yoqqa kel. To'xtat sen. Kech qolyapmiz o'zi. Men qara, yur. Kech qolyapmiz o'zi. Bo'la qotiz. Bo'l, hali yo'lga bilet. Kim tur? Men ol. Mandatga borishimiz kerak. Borasan o'sha mandatga. Yur, hakizroq. Bilaman, baribir o'qishga kira olmaganmiz u.
Ibi devonamisan? Men 6 yil tayyorlaganman. Qanaqasiga kira olmayman? 6 yil? Kecha ko'rdim seni 6 yil qanaqa tayyorgarlik ko'rganingni. Ibi yangi edi-ya. Ibi, ana buni qara, opachani zo'r ekan, Hey, qara. Berika. Buni qara. Kecha kamidi senga yetar endi. Ana cho'ntagingga qara, esdalik qoldirib ketishgan. Voy. Men qara, kecha yomon o'tdi. Sotib pulni beramish, quyon bo'ladi. Nimasini aytasan? Topib bo'psan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bu uyning hujjatlari. Hammasi shu yerda. Yaxshi, yaxshi. Ichi joydami hujjatlarni? Mana hammasi shu yerda-ku. Kadastr, padastr, notarius qilib bermaydi-yu bo'lmasa. Yaxshi. Hammasi joyida deyaptimi? Ha endi joyida deyapti-yu. Bo'pti, unda yaxshi qolinglar. Va aytgancha, baqlajon to'g'risida yangilik bo'lsa xabar beraman sizlarga. Qanaqa baqlajon? O'zing haqingda nima hamdirding menga? Men seni tushunmadim. Nimani tushunmaysan? Nima deyapsan? Ha, o'zing qilding hamma ish. Menga qara, o. Menga piching gapingni qilma. Senga yosh bola emasman. Ko'p valdirayverma. Tushundingmi? Nima deyapsan, ol qo'lingni. Bo'ldi. Qo'ysangchi endi foydasi yo'q. Ha, ko'rmaysanmi? Qirg'ulini qilib qo'yib gapirayotgan gapini qara. Senlarga gapirgandan Nima qilasan shu bilan tortishib? Iya, kimlarni ko'ryapman? Assalomu alaykum. Qalaysan, yaxshimisan? Ha, ozgina kutib tursang bo'lardi, ish vaqtim tugardi. Jurnalist kelibdi deyishgandi. Sen ekansan. Nima bo'ldi? Sizni oldingizga kirish uchun yolg'on gapirgandim. Nimaga? Tinchlikmi? Sizda gapim bor edi. Nima gap? Tinchlikmi? Gapirsangchi. Biz ketyapmiz. Qayerga? Nima farqi bor? Xo'p, qayerga? Tinchlikmi? Gapirsangchi. Qayerga ketyapsizlar? Biz haligi dadam Ha, nima bo'ldi dadangga? xonavayron bo'ldik. Bu haqda sizga gapirmoqchi emasdim, to'g'risi. Bizning munosabatlarimiz shu yerda tugashi kerak. Xonavayron bo'lgan bo'lsalar shunga tushunchami?
Ha bugun yo'qotgan bo'lsalar, ertaga topadi. Yo'q, tushunmadingiz. Biz butun umrga ketyapmiz. Shunga munosabatlarimizni uzishimiz kerak emas-ku. Men shuning uchun do'stona xayrlashgani keldim. Hammasi Tushunmadim tugadi. hozir. Sen otangni boyligi uchun meni sen bilan yuribdi deb o'ylayapsanmi, ha? Yo'q. Shunaqa deb o'ylayapsan, ha? Tushundim. Yaxshi. Agar bu sinov bo'lsa, gap yo'q. Men sinovingni qabul qildim. Lekin bitta narsani bilib ol. Ertaga men otangdan ham boy bo'laman. Mansabim undan ham yuqori bo'ladi. Ana o'shanda sen bilan gaplashamiz. Tushundingmi? Rahmat senga. Sherzod aka, to'xtang. Siz noto'g'ri tushunyapsiz hamma narsani. Sherzod aka. Axir o'zingiz o'ylab ko'ring. Hech vaqoimiz yo'q. Xonavayron bo'ldik. Sizni hisobga qo'ymoqchi emasman. To'g'risi. Axir sizning ham orzu havaslaringiz bor-ku. Men sizni o'ylayapman. Sherzod aka, to'xtasangiz-chi. G'alatidan boqimanda bo'lishni istamayman. Hammasi joyiga tushib ketib, yo'qotganlarimizni qayta topsak, o'shanda yana hammasini qayta tiklarmiz. Tushunsangiz-chi meni? Sizga gapiryapman, Sherzod aka. Sherzod aka, gapimni eshityapsizmi o'zi? Mana, keting. Sherzod aka, sizni qiynalishingizni xohlamayapman. Tushunsangiz-chi axir? Siz bilan odamga o'xshab gaplashib ketgani keldim. Men tushundim. Men seni juda ham yaxshi tushundim. Hamma boylar bir go'r. Ular uchun hayotning mazmuni faqat pul. Otasi nima? Qizi nima? Senga ham pul kerak, tushundingmi? Muhabbat sen uchun bir tiyin. Hali men senga isbotlayman kimligim. Otanganda boy bo'laman. Ana o'shanda sen bilan sinashamiz. Vaqti keladi hali. Labay xo'jayin. Tohir qalaysan? Yaxshi. Yaxshimisan? Ishlab chiqarishlar qanday? Bo'ladi. Yaxshimi? Men o'ylab ko'rdim. Balki boshqa yo'l topilar. Xolamga bir chiqqin? Ha, tepaga. Bo'ldi. Xo'p, xo'jayin. Xo'p bo'ladi. Ha, yaxshi. Xolada tushuntiraman, kelaver. Xo'jayin, kiraveraymi? Kir. Yo'q, o'tirma. Bu yoqdan kel. Xo'p. Bu yoqdan kel. Kela qol. O'tir. O'tir, gap bor. Mana bu korxonamizni hujjatlari. Bularni shaxsan Hoji akani qo'liga berasan. Balki kerak emas. Kerak. Ishonganim faqat sen. Bu korxonani boshlaganimizdan beri noldan birga tikladik. Boshqa ishongan odamim qolmadi. Tushunding-a?
unda senga ofat. Tushundim, lekin Lekin pekin qilma, men senga ishondim. Mhm. Bo'ldi. O'tir. O'tir. balki boshqa yo'li bordir. Aytganimdek qil. Ma, ol. Rahmat o'rtoq. Osh bo'lsin. Senga ham dardisar bo'ldim, ha? Yo'q, qo'ysin-chi unaqa gaplarni. Ha, mayli. Ol ye. Xudo xolisa pulim ko'payib ketsa, senga ham xot-dog olib beraman. Zalga o'qishga kira olmabmiz-da. Ha, mayli. Keyingi yil o'qishga kiramiz. Ey, Romeo! Ana, Juliet'ten keldi. Qara. Kechagina davom ettiramizmi? Ha, tiqilib qoldingmi? Shunda. Ketding. Bola, tez bu yoqqa qaranglar. Bo'la qolinglar. Tez xo'jayin narsalarni ichkariga olib qilaring. Xo'p. Assalomu alaykum xo'jayin. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum kelay. Dalil qalaysan? Yaxshi. Yaxshi, rahmat. Qalaysan, yaxshimisan? Assalomu alaykum xo'jayin. Yaxshi assalom. keldingizmi? Rahmat. Siz ichkarida bir kishi kutyapti. Kim? Bilmadim. Tushunarli. Bu kishi anchadan beri kutib o'tiribdilar. Telefon qilib ogohlantiraman desam, yo'q, kerak emas dedilar. Men o'z sizni ogohlantirmoqchi bo'lib turdim xo'jayin, lekin kerak emas deganlarga mayli, qo'ng'iroq qilmay qo'yaveray degandim. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Shu desangiz xo'jayin, siz yo'qligingizda ancha ishlarni hal qilib tashladim. Misol uchun, Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizga ikkita kofe olib kelishsin. Xo'p bo'ladi. Tuzukmisan? Yaxshimisan? O'zingga kelib qoldingmi? Seni ham yoningga o'tishim kerak edi. Afv buyurma. Hech imkonim bo'lmadi. Haligi Feruza, bir daqiqaga mumkin. bu yerda nima qilyapsan? Bor, tez-tez ishini qil. Bor. Xo'p. Ferzoxon, yaxshimisiz? Choy, kofe xohlasangiz, kayfiyatingizni ko'tarish uchun ko'llar. Endi nima qilib turibsan, hayvon? Hakimga o'xshab gap olingicha ishini qilsang bo'lmaydimi? O'zi hamma shunaqa bo'lib ketgansanlar. Ishini tayini yo'q, qornim och deysan. Qolgani esa o'zingga ayon do'stim. Korxonalarni hammasini Hojikan nomiga o'tkazib yubordim. Qolgani esa mana shu mehmonxona bo'ldi. Agar xo'p desang, hujjatlarni olib chiqib beraman. Lekin u ham kamligini o'zim ham yaxshi bilaman. Men senga mana bu mashinani ham qo'shib bera olaman. Faqat sendan bir iltimosim bor. Agar iloji bo'lsa,
o yoqqa turgunimcha shu ruxsat bersang mehmonxonada yashab turishga. Bu kalitni olib qo'y. Hali o'zingga ko'p kerak bo'ladi. Mana buni ham ol. Kamkostingga ishlatarsan. Mehmonxonada yashab turishingni Hoji akaga bir amallab tushuntiraman. Endi do'stim, qo'limdan kelgan yordamim shu. Men qara Shohjahon. Hech bo'lmasa taksida kelsak bo'lardi-yu. Ekonomda Dilshod, ana yetib keldik-ku. Ekonom bo'lsa, ana tyolkaga aytsam ham tashab qo'yardi. Bir bakaldan ko'tarib pivo ichsang-a? Darding shumi seni? Nima deganing bu? Sen o'zi hayotdan lazzatlanib yashashni bilasanmi? Senga gapiryapman. Bunday bir mazza qilib yashashni bilasanmi o'zi? Ebbe, senga o'xshab kimdagini top deb yashagandan ko'ra To'y bo'ladi dedimmi bo'ladi, sen yo'qlaganding menga. Qo'yvor dedim. Qo'yvor dedim. Baribir meniki bo'lasan. Qo'yvor. Ovozingni o'chir. Qo'yvor. Xo'jayin, mana olib keldim. Jim tur. Jonim. Borlig'im. Baribir meniki bo'lasan dedimmi, meniki bo'lasan. Tushundingmi? Seniki bo'lgandan ko'ra o'lganim yaxshi. Shunaqami? Meniki bo'lmasang, unda hech kimniki bo'lmaysan, tushundingmi? Sevgilimdan qo'lingni tort. Meniki bo'lmasang, unda hech kimniki bo'lmaysan, tushundingmi? Va nihoyat. Feruza, qizim, nimalar qilyapsiz? Narsalarimni yig'ishtirayotgandim. Keyin kitobga ko'zim tushib o'qib qoldim. Menga qarang qizim. Endi hamma ishlar o'zingizga qoldi. Oyingizga ham tushuntirib aytdim. Ketmasam bo'lmaydi. Qolishingizni iloji yo'qmi? Umuman olganda yo'q. Menga qarang, vaziyatni Dilnozaga ham tushuntirmoqchi edim, javob bermadi. Siz gaplashmadingizmi? Gaplashdim. Gaplashdingizmi? Dadingizni ahvolini mana bunaqa ishlar bo'lganini aytdingizmi? Aytolmadim. Nega? Eshitishni ham xohlamadi. Shunaqa deng. Bu qiz juda qaysar chiqdi. Bo'pti, agar xohlasangiz ketishimdan avval mana bu kiyimlaringizni yig'ishtirib taxlab qo'yaman, xo'pmi? Siz ovqatlanasiz, bo'la qoling, tezroq chiqing. Oyxonam ketdi dadasi. Dilnoza qizingiz hali beri kelmasa kerak. Feruza bo'lsa ishtaham yotib chiqmayapti. Boshlab berasin dadasi.
dadasi Qani oldik bo'lmasa. Ularni kutmaymiz. Ichinglar joydan. Ol. qani Nega qarab o'tiribsan? Ye. dadasi choyingiz bormi? Bor. Ol, yeyaver. Siz ham oling. Ey, Shoh. Shoh, tur. Ey, poyezd ketyapti. Tur Qanaqa o'rningdan. poyezd? Ey, poyezd ketyapti, kech qolyapmiz. Sumka qani? Qanaqa poyezd? Sumkamiz qani? Sumkami? Yur, poyezd ketib qolyapti. Bo'l. Yur. Ha, uyga ketamiz hali ham Dilshod, sumkalarni ol. Ey, laldavar yur. Dilshod, sumkalar qani? Ey, molga o'xshagan bugur. Ey, laldavar yur. Dilshod, sumkalarimiz nima bo'ladi, Dilshod? Qo'ymaysanmi? Qo'y sumkani. Bo'l. Dilshod, to'xta. Dilshod, to'xta sen-chi. Yugur. Dilshod, to'xta dedim. Nima? Qayerga ketayotganini bilaylik poyezdni. Buxoroga ketayotgandir, chiqib olaylik. Ey! Yur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Buxoroga ketadigan poyezd qachon yuradi? Mana hozirgina Qachon? ketdi-ku. Kechikdinglar. Men qara Shoh. Ey Shohjahon, senga aytyapman. Ha, nima deysan? Shu ketishda Buxoroga peshkom ketamizmi? Ha, nima qil deysan? Bilet olishga puling bormi? iPhone jalka ketdi-da. Shuning uchun knopkali ishlatish kerak edi. Yo'qolsang ham achirmaysan. Olovga qarab turing. Iye, boyvachcha do'stim, keldingmi? Omonmisan? Ishlaring yaxshimi? Charchamasdan. O'zing yaxshimisan? Menga qara o'g'ayni. Bu choyxona endi ishim hal bo'lishiga ishonmayman-da. Sendagi boylardan o'rgildim. Senlarga shunday kelsangu ishing hal bo'lsa, yura qol, dudi kutib qoldilar. Qani oldimga tush. Bo'l. Ya assalomu alaykum. Akalar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Biz bu yoqqa. Rahmat. Osh tayyor bo'ldi, mehmon. Keling. Qani bu yoqqa yur. Yura qol. Kel. Qani, yur. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum, mehmon, xush kelibsiz. Assalomu. Rahmat. Doda, assalomu alaykum. Yaxshimisiz Hoji Doda? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizga aytgan sinfdoshim mana shu bo'ladi. Shuni boshiga kulfat tushgan. Shuni bir ikki og'iz dardini eshitsangiz Doda. Agar iloji bo'lsa shu do'stimga yordam bersangiz Doda. O'tir. Men oshga qaray bo'lmasa. Xo'p. Haliga Solih, shoshma.
uzildi-da, haligi men O'tir. Rahmat. Qanaqa muammo? Давайте выпьем за наше выгодное партнерство. За наше Будем знакомство. здоровы. Ваше здоровье. Qani, oldikmi? Давайте. Moliyaviy erkinlik uchun. За успех. Salomatlik bo'lsin. Oldik. Mana shu otni yaltiragandan bilsa bo'ladi-da, bilasizmi? Mehr berilganligi, qaralganligi. Toza arabiyo. Baribir boshqacha. Такая лошадка подороже будет. Yo'lini qaychilab qo'yishdi-da. Пойдем, Пойдем, посмотришь. пойдем. Как тебе вот этот? Да, шикарная лошадка, но не Ну, знаю, наверное, как вам ее 1,5 метра продали. может взять. Это просто удивительно. Может быть и больше. Фантастика. Вот смотри. Я вот за этого коня $150 тысяч отдал. Красавец. Ты Вау. посмотри, что он вытворяет. Нет слов. Стоит своих денег. Красавец. Хорошая покупка. Да, Своевременная. красавец. Потрясающе. Вот так, господа. $500 000 отдал. Ничего не скажешь. Талант. Да, вот так. Narmadin, boraver. Bo'lmasa hoji aka, bitta duo qiling. Amin. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Ну, с Богом. Ну что, дружок, было приятно познакомиться. Дай бог, наше будущее состоится. Дай то Бог. До свидания. Будем здоровы. Счастливо, ребят. Счастливо. Xo'p. Shu. Bo'l. Давай уже поехали. Ketdik. Yigitlar, Baxtiyorda ikki og'iz gapim bor. Otlarni sadokatiga tam beraman-da. Ha, jonivor. Na. Qasqasini yarashgan uni. Joni. Bunga qara. Sen anavi baqlajoniga ishonasanmi? Kepkali ochgalik. Azamatgami? Biz u bilan bolalikdan katta bo'lganmiz. Franklingacha. Ha, u akamning sinfdoshi. Ishonchli bola. U bilan maktabda birga o'qishgan. Akademikgacha? Na. Akademikka siz ishonganingizdan keyin biz ham ishonamiz. Uni ustiga u Azamat qalin og'aynisi. Asosiysi meni ishonganim sensan. Qara, menga pand berib qo'yma. Na.
Xo'jayin, ming bor uzr. Oshirib yubordim-a. Tushing, marhamat. Avazga telefon qil. Xo'p, hozir. Alo, aka, assalomu alaykum. Alaykum. Biz ishni bitirdik. Shunda telefonni Azamatga ber. Xo'jayin, sizni so'rayapti. Alo, eshitaman. Azamat pulni yarmini berib yuborganda, yarmini menga qol. Senga o'zim aloqaga chiqaman. Tushunarli. Mayli. Yaxshi, ko'rishguncha. Xo'jayin, yo'q bo'lib ketmang. Boshing omon bo'lsin. Xabarlashamiz. Rahmat, xo'jayin. Omon bo'ling. Qayerga hayday? Ishing bo'lmasin. Yuraver. Qayerga borishimizni ayting-da axir. Nima dedim senga? Qayerga hayday axir? Sizni tushunolmayapman Azamat aka. Tushunishing shart emas, hayda bo'ldi. Tushundim xo'jayin. Mana shunaqa muammolar. Senga aloqaga chiqishadi. Rahmat. Hoji Do'da, rahmat. Xudo xohlasa bu yaxshiligingizni unutmaymiz. Rahmat sizga. Mayli. Nima bunaqa o'zgarib qolding? Meni eshityapsanmi? Men senga aytyapman, tushuntirsangchi. Menga qara, endi xo'jayin mehmonxonada yashayotganmi? Yomon. İşte. Bizni ishda orqaga yo'l yo'q. Bizni ishda orqaga yo'l yo'q. Erkak syurpriz. Sizlar bu yerda qilyapsizlar? Toshkentga shuncha pul bilan kelib, yana pulim yo'q deymanmi? 100 ming so'm emas. Ko'chadan 100 ming dollar. Bu 100 ming dollarni nima qiladi? Menga kerak bo'lib qoldi. Demak, kimlargadir o'ralashgan. Bizni sotmasinglar, tinchitaman.